Qara, yo'limiz tep-tekis va silliq ekan. Ha, juda chiroyli yo'l bo'libdi. Endi bu yo'l umrbod buzilmaydigan bo'lsa kerak, to'g'rimi? Hey! Salom bolajonlar. Yo'llaringiz yoqyaptimi? Assalomu alaykum. Va alaykum Ha, assalom. rahmat. Bu yangi yo'l endi butun umr turadimi? Hech qachon buzilmaydimi? Zo'r savol berding. Bilasizmi? Yo'l ham xuddi tirik jonga o'xshaydi. Uni ham do'stlari va dushmanlari bor. Yo'lning do'stlari kim u? Dushmani kim? Yo'lning do'stlari yo'l qoidalariga rioya qiladigan odamlar va transportlar. Masalan, mashinani odob bilan minadigan haydovchilar, belgilangan cheklovdan ortiqcha yuk ortmaydigan mashinalar. Bilasizmi? Yo'lning dushmanlari afsuski juda ko'p. Eng katta dushmani og'ir yuk mashinalar. Juda og'ir yuk ortilgan mashinalar yo'lni tezda yemiradi. Shuningdek, yo'lni ruxsatsiz qazuvchilar ham. Qanday qilib mashinalar yo'lga zarar yetkazishi mumkin? Yo'l qattiq beton-ku. Ha, asfalt qattiq, lekin tagida bir necha qatlamlar bor. Kelinglar, tasavvur qilib ko'ramiz. Mana bu yo'lning ichki ko'rinishi. Endi qarang. Yo'ldan oddiy yengil mashina o'tganda unga unchalik ham zarar yetkazmaydi. Lekin og'ir yuk mashinasi o'tganda nima bo'lishini o'zingiz bir ko'ring. Me'yordan ortiq og'ir yuk mashinasi yo'lga katta bosim o'tkazadi. Yo'lning ustidagi qatlamlar bunday og'ir vaznga chidolmay ezilib ketadi. Shuningdek, asfaltda ham buning oqibatida katta yorg'lar paydo bo'lishi mumkin. Bahorda esa ana shu joydan qo'zg'algan yo'l asosi va asfalt qatlami muddatidan oldin buzilib ketadi. Aka, u kishini qarang. Yo'limizni buzib yuboryapti-ku. Amaki, bunday og'ir yuk bilan yurish mumkin emas. Afsuski, ba'zi haydovchilar qoida va odobni unutib, yo'llarni buzish evaziga daromad olishmoqda. Biz ham katta bo'lsak, mashina olsak yoki korxona ochsak, Albatta qoidalarga amal qilamiz. Yo'llar hammamizniki. Uni asrashimiz kerak. Ko'rishguncha bolajonlar.